pensiyasini bank kartasiga oladigan pensionerlar bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya kartaga tushyapti degani hamma narsa avtomatik va doim xavfsiz degani emas. Birgina noto'g'ri harakat, eski karta bloklangan hisob, SMS kelmagani, boshqa odamga berilgan, pin kod yoki vaqtida tekshirilmagan ma'lumot sabab pensioner o'z pulini kech olishi, ortiqcha ovora bo'lishi yoki firibgarlarga aldanib qolishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bu gaplar faqat bugun pensiya olayotganlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadiganlarga. Ota-onasi yoki buyisi bobosining qarmatasini yuritib berayotgan farzandlarga ham tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, shunda mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Oldin ko'p pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Masalan, pochtachi uyma-uy yurib pensiya tarqatardi yoki pensioner belgilangan joyga borib pulini olardi. Bunday tartibda ham o'ziga yarasha qulaylik bor edi. Odam pulini qo'lida ko'rardi, sanab olardi, keyin xarajat qilardi. Lekin bu tartibda kechikishlar, navbatlar, uyda bo'lmagan pensionerning pulini keyinroq olishi, ba'zan hujjat tekshiruvlaridagi chalkashliklar ko'p uchrardi. Hozir esa pensiyani bank kartasiga o'tkazish keng qo'llanilmoqda. Bu tartibning asosiy maqsadi pensionerga qulaylik yaratish, pul belgilangan vaqtda kartaga tushadi. Uni bankomatdan yechib olish, do'konda karta orqali to'lash. Kommunal to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Ayniqsa shaharda yashaydigan, bankomat va bank xizmatlariga yaqin bo'lgan pensionerlar uchun bu ancha qulay. Lekin o'zgarish bo'lgan joyda yangi savollar ham paydo bo'ladi. Karta muddati tugasa nima bo'ladi? Pensiya tushmasa qayerga murojaat qilinadi? Karta yo'qolsa pul kuyadimi? Bank ilovasini ishlatmaydigan pensioner nima qiladi? Farzand yoki nabira kartadan foydalanib tursa bu xavfsizmi? Men aynan mana shu savollarga batafsil javob beraman. Eng muhimi, pensiya kartaga tushishi pensionerning huquqlarini bekor qilmaydi. Pensiya baribir davlat tomonidan belgilangan tartibda tayinlanadi va to'lanadi. Bank kartasi esa faqat pulni olish usuli hisoblanadi. Ya'ni sizning pensiyangiz bankniki emas, sizniki. Bank faqat pul tushadigan hisob va karta xizmatini ko'rsatadi. Shu farqni tushunib olish juda muhim. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya tushadigan karta faqat faol bo'lishi kerak. Karta muddat tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisobida texnik muammo bo'lsa, pul tushgan taqdirda ham undan foydalana olmasligingiz mumkin. Masalan, pensioner opa 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Har oyning odatdagi kunida pul tushadi, lekin kartaning amal qilish muddati o'tgan. SMS kelmaydi. Bankomat esa kartani qabul qilmaydi. Pensioner o'ylaydi, pensiyam tushmabdi. Aslida esa pul hisobga kelgan, faqat karta ishlamayapti. Bunday vaziyatda pensiya jarmasiga emas, avvalo bankka murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, karta nomi pensionerning o'ziga tegishli bo'lishi kerak. Ba'zi oilalarda qulaylik uchun pensiya farzandning kartasiga tushsin deyishadi. Lekin pensiya shaxsiy to'lov bo'lgan uchun odatda pensionerning o'z nomidagi hisob va karta talab qilinadi. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki bankka borish qiyin bo'lsa, vakolatnoma orqali ish yuritish mumkin. Lekin og'zaki kelishuv, o'g'lim olib beradi, nabiram biladi degan gaplar huquqiy himoya bermaydi. Uchinchi masala, SMS xabarnoma va bank ilovasi. Ko'pchilik pensionerlar SMS kelmasa, pul tushmagan deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ba'zan SMS xizmati o'chgan bo'ladi, telefon raqam o'zgargan bo'ladi, aloqa yaxshi ishlamaydi yoki bankning texnik xabarnomasida kechikish bo'ladi. Shuning uchun pensiya kelgan-kelmaganini faqat SMS ga qarab baholamaslik kerak. Bankomatdan balansni ko'rish, bank filialiga murojaat qilish yoki bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qilish mumkin. 4-masala. Pensiya tushish sanasi. Har bir pensionerning pul tushish kuni bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdadir oyning boshida, kimdadir o'rtasida, kimdadir belgilangan jadval asosida tushadi. Agar qo'shningizga bugun tushib, sizga tushmagan bo'lsa, bu darhol muammo degani emas. Lekin odatdagi sanadan ancha kechiksa, masalan 3 yoki 5 ish kuni o'tsa, shunda tekshirish kerak. Eng avvalo kartasining muddati tugashiga yaqin qolgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 2026 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil may oygacha amal qiladi. Lekin men pensionerlarga oxirgi oygacha kutmaslikni maslahat beraman. Muddat tugashidan kamida bir oy oldin bankka borib, yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Chunki ayrim paytda karta tayyor bo'lishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh,
telefon raqamini almashtirganlar. Pensiya kartangizga bog'langan raqam eski raqam bo'lsa, SMS va tasdiqlash kodlari boshqa joyga ketishi mumkin. Bu nafaqat noqulay, balki xavfsizlik uchun ham xavfli. Masalan, pensioner o'ta avval eski telefon raqamidan foydalangan. Keyin raqamni ishlatmay qo'ygan. Oradan vaqt o'tib, bu raqam boshqa odamga berilishi mumkin. Agar bank xizmatlari o'sha eski raqamga bog'langan bo'lsa, muammo chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun bankka borib, amaldagi telefon raqamingizni yangilab qo'yish kerak. Uchinchi guruh kartasini boshqalarga berib qo'ygan pensionerlar. Men bu yerda farzand yomon, nabiri yomon demoqchi emasman. Ko'p oilalarda farzandlar ota-onasiga yordam beradi. Bu yaxshi. Lekin karta va pin kod pul kaliti hisoblanadi. Bugun ishonch bor, ertaga kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Hatto yomon niyat bo'lmasa ham, nabira internetda noto'g'ri to'lov qilib qo'yishi, kartani yo'qotishi, kodni begonaga aytib yuborishi mumkin. Shuning uchun kartadan foydalanish aniq kelishuv va nazorat bilan bo'lishi kerak. 4-guruh kredit, qarz yoki aliment kabi majburiyatlari bor pensionerlar. Ayrim holatlarda bank hisobiga tushgan mablag'lar bo'yicha ushlab qolish, ijro hujjatlari, qarzdorlik bilan bog'liq jarayonlar bo'lishi mumkin. Bu masalada har bir vaziyat alohida o'rganiladi. Agar pensiyangiz kartaga tushgan zahoti kamayib qolayotganini ko'rsangiz, darhol bankdan hisob harakati bo'yicha ma'lumotnoma oling va nima sababdan ushlab qolinganini aniqlang. Keyin zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasi, majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar kartangiz faol bo'lsa, muddatiga hali ancha vaqt bo'lsa, telefon raqamingiz to'g'ri ulangan bo'lsa, pensiya odatdagi vaqtda tushayotgan bo'lsa, siz ortiqcha vahimaga tushishingiz shart emas, lekin baribir har oy kamida bir marta balans va operatsiyalarni tekshirib boring. Masalan, siz 1.500.000 so'm pensiya olasiz. Oyning 10 sanasida odatda pul tushadi. SMS keldi. Bankomatda balans to'g'ri, do'konda to'lib o'tdi. Demak, hozircha jiddiy muammo yo'q. Lekin kartani hamyoningizda pin kod yozilgan qog'oz bilan birga olib yursangiz, bu xavf. Tizim ishlayotgani xavfsizlik choralarini unutish mumkin degani emas. Yana bir misol. Pensioner ona bank ilovasidan foydalanmaydi, faqat bankomatdan pul yechadi. Bu ham normal holat. Hamma ham smartfon ishlatishi shart emas. Muhimi, bankomatdan foydalanganda atrofga qarash, begona odamdan yordam so'ramaslik, pin kodni ekranga kiritayotganda qo'l bilan yopish va chekni tashlab ketmaslik kerak. Birinchi misol. Toshkentda yashaydigan pensioner aka har oy 2 million so'm atrofida pensiya oladi. U kartasini o'g'liga berib qo'ygan, chunki o'g'li kommunal to'lovlarni to'lab beradi. Bir kuni aka dorixonaga borib karta bilan to'lamoqchi bo'ladi. Lekin kartada pul kam chiqadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, o'g'li bir nechta to'lovlarni qilgan, lekin otasiga aytmagan. Bu yerda firibgarlik bo'lmasligi mumkin, lekin hisob-kitob yo'qligi sabab ishonchsizlik paydo bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga maslahat beraman. Agar kartangizdan farzandingiz foydalansa ham, har oy qancha tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, yozib boring. Ikkinchi misol. Viloyatda yashaydigan pensioner OPA kartasini bankomatga soladi. Bankomat kartani qaytarib bermaydi. OPA vahimaga tushadi, chunki ichida 900.000 so'm pul bor deb o'ylaydi. Aslida pul kartaning ichida emas, bank hisobida turadi. Karta faqat hisobga kirish vositasi. Bunday holatda darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish, keyin bank filialiga pasport bilan borib yangi karta olish kerak. Pul yo'qolmaydi. Agar begona odam pin kodni bilmasa va karta orqali operatsiya qilinmasa. Uchinchi misol. Pensioner ota telefoniga qo'ng'iroq keladi. Qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi deb tanishtiradi va pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini, amal qilish muddatini va SMS kodni ayting deydi. Ota ishonib aytsa, kartadagi pul yechib ketilishi mumkin. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kodni, pin kodni, ilova parolini so'ramaydi. Buni yodda tuting, kod so'rasa demak xavf bor. Darhol qo'ng'iroqni o'chiring va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 4-misol. Pensioner ayol har oy 1.100.000 so'm oladi, lekin bir oyda 800.000 tushdi. U darhol pensiyam kamayibdi deb o'ylaydi. Bunday vaziyatda taxmin qilmaslik kerak. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob ushlab qolish, avval ortiqcha to'langan summani to'g'rilash, ijro hujjati yoki bank komissiyasi bilan bog'liq holat. To'g'ri yo'l. Bankdan kirim-chiqim ma'lumotini olish, keyin pensiya jamg'armasidan pensiya miqdori bo'yicha izoh so'rash. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sabab bankka o'zi bora olmaydi.
Bunday holatda yaqin qarindosh yordam berishi mumkin, lekin hujjatli tartib bo'lishi kerak. Vakolatnoma masalasini notarius orqali yoki amaldagi tartibga muvofiq rasmiylashtirish lozim. Shunda qarindosh bankda yoki boshqa tashkilotda pensioner nomidan qonuniy ish yurita oladi. Og'zaki topshiriq ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Yana bir nozik masala. Pensioner chet elga ketgan bo'lsa yoki uzoq muddat boshqa hududda yashayotgan bo'lsa, pensiya to'lovi, yashash joyi, hisob ma'lumotlari va tasdiqlash tartiblari bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda albatta pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi yoki rasmiy aloqa kanallari orqali oldindan maslahat olish kerak. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan gap bilan ish tutish noto'g'ri. Kartaga tushadigan pensiya bo'yicha yana bir xavfli nuqta bu qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik. Masalan, pensioner bu kartasini katta farzandiga bergan, lekin kichik farzandi ham bu mablag'dan do'riga. Oziq-ovqatga ishlatilishini nazorat qilmoqchi. Pul kimning nomida bo'lsa, huquq ham o'sha pensionerning o'zida. Farzandlar o'zaro tortishsa ham pensionerning roziligisiz kartani olib qo'yish, pulni yechish yoki kodini o'zgartirish mumkin emas. Bankomat bilan bog'liq komissiyalar ham e'tibordan chetda qolmasin. Ba'zan o'z bankining bankomatida pul yechish boshqa. Boshqa bank bankomatida yechish boshqa shartlarda bo'lishi mumkin. Pensioner 1 million so'm yechmoqchi bo'ladi, lekin komissiya ushlanishi mumkin. Shuning uchun qaysi bankomatdan foydalanyapsiz? Ekranda qanday ogohlantirish chiqyapti? Diqqat bilan o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ishonchli yaqin insoningiz bilan boring, lekin PIN kodni baribir o'zingiz kiriting. Internet to'lovlar masalasi ham muhim. Ba'zi kartalar internet orqali to'lov qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qulay, lekin xavf ham bor. Agar pensioner internet xarid qilmasa, bankdan internet to'lov limit cheklash mumkinmi deb so'rash kerak. Masalan, kartadan faqat bankomat va do'kon terminalida foydalanish yetarli bo'lsa, ortiqcha xizmatlarni o'chirib qo'yish xavfsizlikni oshiradi. Agar odatdagi kunda pensiya tushmasa, birinchi qadam vahima qilmaslik. Avvalo sanani tekshiring. Dam olish kuni, bayram kuni yoki banklarda texnik jarayon bo'lishi mumkin. Bir kun kechikish har doim ham katta muammo emas. Ikkinchi qadam bank orqali hisobni tekshirish. Bankomatdan balansni ko'ring. Bank filialiga boring yoki rasmiy kol markazga qo'ng'iroq qiling. Telefon qilganda karta raqamini to'liq aytish shart bo'lmasligi mumkin. Xodim qanday ma'lumot kerakligini aytadi. Lekin hech qachon SMS kod va PIN kodni aytmang. Uchinchi qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Agar bank hisobida tushum yo'q desa, demak to'lov yuborilmagan yoki boshqa sabab bor. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga pasport yoki ID karta bilan boring. Savolni aniq qo'ying. Mening falon oy uchun pensiya to'lovim qachon va qaysi hisobga yuborilgan? Shunda xodim tekshirishi oson bo'ladi. 4-qadam yozma murojaat qoldirish. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo hal bo'lmasa yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otangizning ismi, pasport yoki ID ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi, muammo sanasi va aniq talab yozilishi kerak. Masalan, 2025 yil mart oyi pensiya to'lovim bank kartamga kelmadi. To'lov holatini tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, murojaat bo'yicha javob olish osonlashadi. Bankka borganingizda odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Bu pasport yoki ID karta bo'lishi mumkin. Agar karta yo'qolgan bo'lsa mumkin. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, bankka aynan shu hujjat bilan boring. Bank sizning shaxsingizni tekshirib, hisobingiz bo'yicha ma'lumot beradi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda ham pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ba'zan pensiya daftarchasi, bank rekvizitlari, karta hisob raqami yoki bankdan olingan ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Shuning uchun men pensiyalarga alohida papka tutishni maslahat beraman. Unda pasport nusxasi, pensiya bilan bog'liq hujjatlar, bank shartnomasi yoki karta rekvizitlari, muhim telefon raqamlar bo'lsin. Agar yaqin qarindosh pensioner nomidan ish yuritmoqchi bo'lsa, vakolatnoma kerak bo'lishi mumkin. Vakolatnomada qaysi ishlarni bajarishga ruxsat berilgani aniq yozilishi kerak. Bankdan ma'lumot olish, karta rasmiylashtirish, pensiya masalasida murojaat qilish yoki pul olish kabi vakolatlar alohida ko'rsatiladi. Hujjat qanchalik aniq bo'lsa, keyingi tortishuvlar shunchalik kamayadi. Men pensionerlarga doim birinchi aytadigan qo'ydam, PIN kodni hech kimga aytmang. Hatto o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, soliq xodimi yoki mahalla vakili deb tanishtirsam, PIN kod faqat siz uchun. Ikkinchi qo'yda SMS kodni hech kimga aytmang.
Firibgarlar ko'pincha aynan SMS kod orqali pulni yechadi yoki kartani ilovaga ulaydi. Ular shoshiltiradi. Qo'rqitadi. Hozir aytmasangiz pensiyangiz bloklanadi deydi. Haqiqiy tashkilot bunday usulda kod so'ramaydi. 3-qo'yda kartani suratga olib hech kimga yubormang. Ba'zilar faqat karta raqamini yubordim deb o'ylaydi. Lekin karta oldi va orqasidagi ma'lumotlar birga tushib qolsa, xavf oshadi. Ayniqsa kartaning orqa tomonidagi kodni hech kimga ko'rsatmaslik kerak. Bankomat oldida begona odam yordamiga ishonmang. Agar bankomat ishlamasa, kartani qaytarsa, pul bermasa yoki tushunarsiz yozuv chiqsa, bank xodimiga murojaat qiling, ko'chadagi odamga mana kodim chiqarib bering demang. 5-qo'yda kartani yo'qotsangiz, darhol bloklating. Balki uyda qolgandir, ertaga qararman deb kutmang. Bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki ilova orqali bloklash imkoniyati bo'lsa, darhol bloklang. Keyin topilsa ham bank bilan maslahatlashib, xavfsiz yo'lni tanlang. 1-qadam. Bugunoq kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning old qismida amal qilish muddati yozilgan. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bank filialiga borib yangi karta chiqarish tartibini so'rang. 2-qadam. Bankka ulangan telefon raqamingizni tekshiring. Agar eski raqam bo'lsa, yangilang. Buning uchun bankka pasport yoki ID karta bilan boring. Raqam yangilansa, ism xabarnomalar va xavfsizlik xabarlari sizga keladi. 3-qadam. Har oy pensiya tushgandan keyin balansni tekshiring. Qancha tushdi? Qancha yechildi? Qaysi xarajatlar bo'ldi? Yozib boring. Oddiy daftar ham yetadi. Masalan, 1-aprel pensiya tushdi 20 million 400 ming so'm. 1-aprel dori 2 ming. 2-aprel oziq ovqat 300 ming. Shunday yozuvlar keyin hisob kitobda juda yordam beradi. 4-qadam, bankdan hisob harakati ma'lumotini olishni o'rganing. Agar pul kamayib qolsa, faqat taxmin qilmang. Qaysi kuni, qayerga, qancha pul ketganini bank ko'rsatib bera oladi. Shu ma'lumot asosida muammoni aniqlaysiz. 5-qadam, ishonchli aloqa raqamlarini yozib qo'ying. Bankingizning rasmiy kol markazi, pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi, yaqin qarindoshingiz telefon raqami alohida qog'ozda bo'lsin. Lekin bu qog'ozga PIN kod yozmang. PIN kodni qog'ozga yozib hamyon ichida saqlash juda xavfli. 6-qadam, agar pensiya bo'yicha tushunarsiz holat bo'lsa, yozma murojaat qiling. Bankka alohida. Pensiya jamg'armasiga alohida murojaat qilinadi. Bank pul hisobga kelgan-kelmaganini va operatsiyalarni ko'radi. Pensiya jamg'armasiz pensiya tayinlanishi, miqdori va to'lov yuborilishi bo'yicha izoh beradi. Ikkalasining vazifasi bir xil emas. 7-qadam, qarindoshlar bilan aniq kelishib oling. Agar farzandingiz kartadan foydalanib dorilarni olib bersa yoki kommunal to'lovlarni qilsa, har oy hisob bering. Bu ishonchsizlik uchun emas, tartib uchun kerak. Pensionerning puli pensionerning ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Pensiyangiz kartaga tushishi uchun kod ayting degan gapga ishonmang. Pensiya tushishi uchun sizdan telefon orqali SMS kod so'ralmaydi. Kartangiz blok bo'ladi. Darhol ma'lumot yuboring degan xabarlarga ishonmang. Avval bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Xabarda kelgan havolani bosmang. Pensiyangiz oshiriladi. Ro'yxatdan o'ting degan noma'lum linklarga kirmang. Pensiya oshishi, qayta hisoblanishi va rasmiy imtiyozlar faqat rasmiy manbalar orqali tekshiriladi. Men bankdanman. Kartangizni olib ketib yangilab beraman degan odamga kartani bermang. Karta yangilash bank filialida yoki bankning rasmiy tartibi orqali amalga oshadi. Uyma-uy yurib karta va PIN kod yig'ish xavfli belgi. Pensiyani kartaga olish qulay. Lekin bu qulaylik bilan birga mas'uliyat ham keladi. Karta, muddat, telefon raqami, balans, operatsiyalar, PIN kod va SMS kod xavfsizligi doim nazoratda bo'lishi kerak. Pensiya tushmasa, avval bankdan hisobni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Karta yo'qolsa darhol bloklating. Tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, bankdan ma'lumotnoma oling va sababini yozma ravishda aniqlang. Men sizga eng muhim gapni yana bir bor aytaman. Pensiya sizning shaxsiy mablag'ingiz. Karta esa shu pulga kirish vositasi. Shu vositani ehtiyot qilsangiz, pulingizni ham, asabingizni ham, vaqtingizni ham himoya qilasiz. Siz pensiyangizni kartaga olasizmi yoki naqd shaklida olishni afzal ko'rasizmi? Kartaga pensiya tushishi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va davlat to'lovlari bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman.